Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Yana bitta Jizzaxli akamiz ham xudo ursin Rossiyaga kirgizib yubordi. Bu akamiz Toshkentdan zapreti bor ekan deb qaytargan, samolyotda bilet olib ketayotgan paytida bu akamiz ishini o'rganib chiqqanimizdan keyin to'lovlar qildi tekshiruv uchun 130 ming so'm to'lov qilgan. Rossiyani tekshiruv uchun ma'lumotlarni ko'rib, mana hamma yo'g'ini ko'rib chista deb bu akamiz jo'natib yubordi. Qanday yo'nalishda ketishligini maslahat berdi. Va mana bordi, kirib ketdi, mana videolarni tashlab yubordi bizga. Hamma Rossiyada yurgan paytlarini mana hamma yo'llarni tashlab yubordi. 24-noyabrda bo'layotgan holat. Endi bu akamiz hech qanday deport zapret bo'lmagan, lekin juda ko'pchilikda kuzatilyapti. Deport zapret bo'lmasa, o'zimiz O'zbekistonda yoki uchayotgan joydan aeroportdan akt berib qaytarib oladi. Bu odamlar ishni o'rganib chiqib, mana Rossiyaga kirgizib yuboryapmiz. Kirgizib yuborganimiz uchun hech qanday ish haqi olganimiz yo'q, xizmat haqi olganimiz yo'q. Faqat deport tekshiruv uchun 130 ming so'm to'lov qilgan xolos. Do'stlar, bu yerda bizni deportni o'rganib chiqishimizga imkon bersanglar, men ham qo'ldan kelgancha sizlarga yordam beraman. Bemalol shunaqa muammolar bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'laveradi.